أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni inoyat bilan At-Tafsirul Muyassar o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, Yunus surasi 15 oyatga to'xtab qolgan edik. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا ي... إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني
معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni qiyomatga ishonmaydiganlar, buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgan yoki uni o'zgartgan, ya'ni azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgart. Ilahlarimizni so'kkanning o'rniga madhila, haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartirolmayman. Men faqat manga qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan qo'rqaman degan. Agar Alloh iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Allohmu uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Aranglarda uningdin, ya'ni Qur'on nozil bo'lishidan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiz bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Alloh Allohga yolg'onni chaplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilgan odamdan zolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz baxtga erisholmaydi. Ular Allohni quyib, o'zlariga foyda yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bular, ya'ni butlar, Allohning dargohida bizga shafaat qiluvchilar deyishidu. Acaba osmonlarda va zaminda bundoq narsa, ya'ni Allohning sheriki yoki shafaat qiluvchi bo'lib, uni Alloh bilmay qilib, sizlar Allohga uni aytib beramsizlar? Alloh ularning sherik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. İnsanlar aslida bir din, ya'ni islom dinida edi. Keyin ular ixtilof qilishdi. Ya'ni dinlar ko'paydi. Butlarga cho'qinishdi. Parvardigoringning oldin ala aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomatga qoldirishni iborat taqdiri bo'lmasa edi, ularning ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni dinda ixtilof qilishganliklari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. Ular, ya'ni ahli Makka, nimishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga Parvardigori tarafidan biz talab qilgan mo'jizlardan bir mo'jiz tushirilmadi deydi. Aytqinki, g'aybni bilish faqat Alloh xos. Mo'jizlarni Alloh keltirdi. Men faqat tabliğ qilg'uchiman. Sizlar Allohning oramizda hukm chiqarishni kutinglar. Shubhisizki, men sizlar bilan shuni kutuvchilardanman. Xo'sh, وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى على المشركين آيات الله التي أنزلناها إليك أيها الرسول واضحات قال الذين لا يخافون الحساب ولا يرجون الثواب ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور ائت بقرآن غير هذا أو بدل هذا القرآن بأن تجعل الحلال حراما والحرام حلالا والوعد وعيدا والوعيد وعدا وأن تسقط ما فيه من عيب آلهتنا وتسفيه أحلامنا قل لهم أيها الرسول إن ذلك ليس إلي وإنما أتبع في كل ما آمركم به وأنهاكم عنه
ما ينزله علي ربي ويأمرني به إني أخشى من الله إن خالفت أمره عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. Kaçan bu müşriklerle Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayetleri tilavet kılınsa ki biz onu yani düşügen sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani biz düşügen ayetinin üzerine tilavet kılınsa bu ayet şunda röşen aldık bir ayet. Bu hesaptın ve kiyinki hesaptın korkmaydıgan ve bu mukafat ecir savabını ümit kılmaydıgan ölgenden keyin tirilishning o'ziga ishonmaydigan va hisob nisob kunigacha ishonmaydigan bular shuna deydiki bu Qur'ondan boshqa Qur'onni keltirgan ay Muhammad yoki bu Qur'onni o'zgartayotgan halolni harom qilib harom tarafini halol qilib va'dini vaid qilib yani jannatlar bo'lgan va'dini do'zaxlarni qo'rqitishni iborat vaid qilib bergan vaidni o'zini va'd qilib bergan onunla bizning ilahlarimizni söküdügan ve bizdinki nait akıllı kuşa adamlarımızın çok galvan dep mandak akılsız dep mandak söküdügan bu bayanatlarını Kur'an'dan sakıt kılıvatkan, elevatkan değil. Ular deyin ki Peygamber sallallahu çokum bu benim işimmez. Benim kolumdan gelmeydi. Çokum ben erişimmen. Men sizlarni buyurgan va chekilgan narsaning hammasida Parvardigorim menga tushirgan narsani o'ziga gitishimman. Va Parvardigorim menga buyurgan narsalarga gitishimman. Buningdan boshqasi qo'limdan kelmaydi. Chuqum men Allohning buyruq xilof qilsam, buyuk kunning azobidan, Alloh taolo tarafidan bo'lgan buyuk kunning azobidan qo'rqibman. U büyük günün gün kaysisi olsa kıyamet günü yani kıyamet günü buladigan büyük günün azabından korkum ben. Şoň bu iş menin kolumdan gelmeydi bu aslusun kılga iş Parvardigarym neme dep buyurgan bolsa, nemin düşügen bolsa men şunu yetkiziş menin mesuliyetim şu degen. قل لهم أيها الرسول لو شاء الله ما تلوت هذا القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به فاعلموا أنه الحق من الله فإنكم تعلمون أنني مكثت فيكم زمنا طويلا من قبل أن يوحيه إلي ربي ومن قبل أن أتلوه عليكم أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ular şuna degen. Kimge? Ay müşriklarga. Eğer Allah halsidi bu Kur'an-ı Kerim sizlarga men tilavat qilmagan bo'lardim. Allohmu sizlarga u Qur'oni Kerimni men orqali bildirmagan bo'lardi. Bilib qo'yinglarki, chuqur Qur'oni Kerim Alloh taolo tarafidan bo'lgan haq kitob. Chuqur sizlar bilsizlar, şunu bilsik chuqur men oranglarda uzun yaşadım. Parvardigorim menga vahiy qilishdan burun, menga vahiy nozil bo'lishdan burun uzun zamonlar oranglarda yaşadım. Ve onu men sizlarga o'qib berishdan burun shuni uzun yaşadım. Sizlar bir narsani o'ylash, tafakkur, taaqqul qilish, tadabbur qilish bilan aqlinglarni ish qilolmamsizlar. لا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب أو كذب بآياته إنه لا ينجح من كذب بأنبياء الله ورسله ولا ينالون الفلاح. Allah'a yalganni yoki Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan Allah'a yolg'onni bo'hton qilib to'qigan odamdinmi zolimroq bekim bormidi? Hech undaq bir kim yo'q. Eng zolim shu. Chunki Allohning anbiyo va mursalinlarning o'zini yolg'onga chiqarganlar hech bir
necatlık erişenmeydi, kalbi kazanmaydı ve ula öz maksige yetemeydi. ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لا يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا والآخرة ويقولون إنما نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله قل لهم أيها الرسول أتخبرون الله تعالى بشيء لا يعلمه من أمر هؤلاء الشفعاء في السماوات أو في الأرض فإنه لو كان فيهما شفعاء يشفعون لكم عنده لكان أعلم بهم منكم فالله تعالى منزه عما يفعله هؤلاء المشركون من إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع. Bu müşrikler Allah'ını koyup hiç qandaq bir narsaga zarar qilolmaydigan va dunyo oxirat foydasi bo'lmaydigan narsaga cho'qinadi. Shuni bizning ilohimiz, mushu bizning Tanrimiz, mushu bizni yaratgan deb turib oldi ular billah. Va deydi ular, cho'qin biz bularga bu butlarimizga ibodat qilamiz. Biz uchun Allohning huzurida bizga bir shafaat qilib qolamdiki, bizning shuna bir shu kunlarda beshimizni silab bizga bir azroq foydasi kelib qolamdikin deb cho'qinamiz. Allohga e'tiqod qilamiz, Allohga ishlaymiz. Ularga ham mushuni ko'z turib Allohning huzurida shafaat qilib qolamdikin deb ibodat qilamiz deydi u mushriklar. Deyin ey Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular uchun sizlar andaqda Allah bu şafaatçıların iş güçlerinden bilinmeye kalkan bir nersini Allah Teala dep koymak için yazılar. Allah muşlarınki asmanda olsun yazımında olsun Allah bu şafaatçı bu sizlerinki taştın tuştun tümürdün vakaza muşadın yasalgan tahtidin yasalgan binasının ki üzdün Allah bir nersini bilmeyi kip kalıp bularının ahvalini. Sizler Allah Teala'ga bular hakkında bir nersini haber kip koymak için yazılar. Çokum o asman vazımında, o Allah'ın huzurda, sizlerinin beşinin sılaydıgan, sizler bir eğirşik yetkende, sizler bir vasıtılıp şapaat kılalaydıgan, bu asman vazımının üzerinde şapaatçılık boğan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala ulanıcı sıldım bekarak bilgen boladı. Sizler bu xil banglaşıqlardan yeninglar, qaytinglar demekçi de. Allah subhanahu wa taala bu müşrikler qılğan nəsdin tolumu paktur, tolumu üstündür. O müşriklərinki özünçü iş qandaq payda və ziyan yetkizməyən nəsiga çoqunuş haqqı da ibadet qilish barisi ki şerik keltügelligidən Cenab-ı Allah en münezzeh, en üstün, en uzaktır. كان الناس على دين واحد وهو الإسلام ثم اختلفوا بعد ذلك فكفر بعضهم وثبت بعضهم على الحق ولولا كلمة سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن يهلك أهل الباطل منهم وينجي أهل الحق. İnsanlar aslında İslam'dan ibaret bir din üstü bolğan idi. Anından keyin tadrici bula o onundan keyin xitlab qilishga başladı. Türlü her xil dillarga çoqunib egishga başladı. Ularning ba'zi kafir bo'ldi, ba'zi haq din olgan İslam dini ustida mustahkam turgan bo'ldi. Agar Alloh subhanahu va taolodan mushu gunohkorlarni bo'pti azroq muhlat berishdan iborat bu xil oldin ola alloh subhana taoloning va'disi bu kalimasi bo'lmagan bo'lsa edi va ularning bu gunohi qarta ularni tizdin aldirashqa nima aldirmaslikqa alloh subhana taoloning bu xil
va'disi bu xil kelimesi bo'lmagan bo'lsaydi allin burun ularni uchun to'xtatilgan bo'ladi. Alloh ularni allin burun halok qilgan bo'ladi. Bu qilmish etmish harakatga binoan. Şonunlanki qanday qiladi Alloh subhanahu va taolo ulardan bo'lgan botil ahlini halok qilib vayron qilishlan va ahli haqni qutqizib qilishlan. Buni Alloh subhanahu va taolo oldin burun bu vaqt hukm qilib bo'lgan bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo oldin ola shu nimani buni bularni darhol tutib o'tmasdan bularni biroz kechiktirish shu va'dasi bo'yicha bularni nima qilmadi Alloh subhanahu va taolo halok qilmadi deydi. ويقول هؤلاء الكفرة المعاندون هلا أنزل على محمد علم ودليل وآية حسية من ربه نعلم بها أنه على حق فيما يقول فقل لهم أيها الرسول لا يعلم الغيب أحد إلا الله فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فانتظروا أيها القوم قضاء الله بيننا وبينكم بتعجيل عقوبته للمبطل منا ونصرة صاحب الحق إني منتظر ذلك. Bu şorpeşana, bu serkeş, bu buyuntavlık kapırlar, shunda deydiki Muhammadga bir ilm va bir delil va o'z Parvardigoridan bir yoki uch Iso Musa alayhissalotu vassalomninki degandek yoki hissi Qur'ondan boshqa masalan bir alomat bir mo'jiz tushirilgan bo'lgan bo'lsa bunday tushirilmadi. Muhammadga shuna bir delil paket bir oshkora bir mo'jiza keltirilgan bo'lsa tushirilgan bo'lsa biz bilatibmiz shu oyat hissiyle bilan chuqum Muhammad degan so'zda haq ekan haqiqat ustida ekan degani bilatdik. Bu sho'rpashana bu ta'tir kishilar shuna deydi bu kofirlar. Bular uchun shuna deganki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'aybni Allohdan boshqa hech bir kuch hech bir ahadi bilmaydi degan. Agar Alloh xohlasa qiladi, xohlamas qilmaydi degan. Kutinglar, ey haqlar. Allohning aramizlar bilan sizlarning oranglarni orasini hukm qilishni adil hukmini kutinglar. Va Alloh subhanahu va taoloni aramizdan chiqqan buzg'unchi mayda mubtillarni jazosini tez jazolash bilan va haq sohibiga yordam qilishni yordamni tezlashtirish bilan bo'lgan bu Allohning adil hukmini kutinglar. Cho'qim menmu sizlar kutganga o'xshash menmu shuni kutmoqchi degan deydi. Xo'sh, oyat karimida hamda afala taqilun degan istifhom bor. Bu istifhom ham inkor va tavbih uchun sizlar kallangni ish qilsanmamsizlar. Sizlar aql degan narsa bormi? Buni o'ylamamsizlar degandek. Bu faqatliklam sizlar bu aql idrokdan to'lima tavan darajaga hayvonotlar tabaqasiga darajasiga tushib qoldingizlar degandek bu istifhom apala taqilundek istifhom inkor va yoki tavbih yoki bu mushriklarning holini taqbih tashni' qilish uchun kelgan istifhom inkor va tavbih uchun. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.